Bularga har kuni 10 kilolab yem berganim bilan mashinaga chiqib, pulimni ahliga chiqarib tashayapti. Yaxshisi bularga atalaqa berganim ma'qul. Atala orzum tushadi-ku, lekin atalaqa berganim meni vaqtim yo'q. Undan tashqari yaqinda qo'shni ko'chib kelgan. Uni selusga to'ldirib turib, ertaman 1 soat yaxshilab qashib, ishdan kelib yana 1 soat qashsam, zo'r semiradi. Yo tinchgina selusning ustiga mana shunday kepagini sepib berib qo'ya qolaymikin deb turgan akalarimiz videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizga arzon mol semirtirish yo'lini ko'rsataman. Sizga mana shunday selus hamda somon kerak bo'ladi. 3 ta o'g'osimizga 30 kilo selus olamizda hamda mana shunday 6 kilo yemimizni to'kamiz. Yemimiz tarkibi makka uni, arpa uni, bug'doy uni, rapshiroti, mineral ozuqadan velifos, kalsiy, tuz qo'shib tayyorlangan. Bir so'z bilan aytganda bu yemimiz ideal ko'rinib hisoblanadi. Mana shunday yemni qo'shib turib, buni agar yaxshilab ratsion qilib, aralashtirib mollaringizga beradigan bo'lsangiz, mollaringiz bir kunda 1,5 kilodan 2 kilogacha, sigirlaringiz esa suti 15 litrdan 20 litrga ko'payishi mumkin. Bu videoni esa mol boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.